Shakar sepilgan qatlamani ko'rganmisiz yoki sizlarda shakar sepilmaydimi? Bu orada oyim shunaqa usulda tayyorlab berardilar. Qayish tayyorlaganim esinglardami? O'shandan qolgan kichkinagina xamirim bor edi. Vol bo'lmasin deb xolodilnikka olib qo'ygandim. O'shani shartta oldimda yupqa qilib iloji borguncha ezishga harakat qildim. Yupqa qilganim sari yirtilib ketaverdi xamir. Jingalakni uxlatib qo'ygan edim. Darrov xamirimni yog'ladim-da, xolodilnikka ozgina muzlasin deb solib qo'ydim. Bilmasam, oyim shunaqa qilib tayyorlardi-da, o'sha esimda qolgan. Keyin o'zim bilgancha chiroyli qilib kesishga harakat qildim. Pichoq bilan oralarini kesib qo'ydim. Buni bilmayman, lekin nima uchun buni qilinadi? Qat yumshoq mazali chiqdi. Bu orada darslarimni ham qilib oldim. Eng katta maqsadim ingliz tilini mukammal o'rganish. Aytgancha yoshligimdan adabiyotga juda qiziqaman, ayniqsa she'riyatga. Bironta kanalga boshlovchilikka chaqirsa ham yo'q demagan bo'lardim. Xonadonlik menga juda ham yoqadi. Lichkamga ko'pchilik yozibdi. Sam challenge e'lon qiling. Uy olishingiz uchun karta raqam qo'ying deb. Yo'q, men shu paytgacha karta raqam qo'ymadim va bundan keyin ham hammasiga o'z kuchim, mehnatim bilan erishmoqchiman. To'g'ri, ijarada qiynalamiz. Oyim na bola puli, na aliment oladilar. To'g'ri, nima bo'lsa ham rizq Allohdan va men erkak kishiman.